Soat 4da massajga kirishgan. Massaj olib chiqdim. 5:30 bo'ldi soat. Mani jonlarim hali uxlashyapti. O'quvga maza qilib uxlayapti. Qizlar bolalaringizga, asabiga, xotirasiga, umuman sog'lig'i uchun tavsiya qilaman aynan osteo massaji. Osteopat Surayyo deb hozir atmetka qilaman. Surayyo opamlarni ko'ringlar, profillarini, bo'lgan natijalarni. Bolajonlarim mana kichkinaligidan beri Surayyo opam o'zlari qilganlar, endi hozir bu yog'iga shogird qizlari qilishyapti. Maza qilib uxlayapti jonlarim. Qotib uxlashyapti. Xo'ris, Muhammad Xo'ris, turasizlarmi? Muhammad Xo'ris, turasizlarmi bolam? Uxlashini qo'ydim. Jonim, turasizlarmi? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf, bolam, turinglar jonim.